Mani yoshligimda amakim Islom qari deb chaqirardilar. Hazillashib Islom qari degan menga laqab qo'yganlar. Va hozir shu narsa esimga tushib qoldi. Sizlar bilan ulashgim keldi va zo'r narsani o'qidim yaqinda va ko'rdim. Agar bilsalaring Muhammad Ali Eshonqulov degan bola bor. O'sha bola biz qanchalik kichkina mavjudotligimizni tushuntirib bergan bir odamlar bilan suhbatida va hozir yana hayot, vaqt haqida zo'r narsani o'qib qoldim. Nimaga amakimlar Islom qari degan mani? Chunki men yoshligimda yoshimga mos bo'lmagan yoki o'zim yosh kattalarga mos bo'lgan fikrlash yoki shunaqa gaplarni gapirib yurganman. Nuqul shuning uchun amaki bilan men yoshligida endi qarib qolgan degan ma'noda Islom qari deyardilar. Xo'p, chunki men otamlar bilan, dadamlar bilan, yosh katta odamlar bilan yurishni yaxshi ko'rardim. Hozir sizlar bilan suhbat qilgim kelib qoldi, to'g'rirog'i yuzma-yuz. Va sizlarga zo'r narsani aytmoqchiman. Sizlar bilan ulashmoqchiman shu narsani, hozir o'qigan narsamni. 2126-yil, ya'niki 100 yil vaqt oradan o'tgandan keyinsiga biz, siz, meni ko'rib turgan insonlar, siz yoningizdagi yaqin insonlar, ota-onangiz, farzandlaringiz xudo xolasa mumkin ko'p yashar. Lekin siz yoningizda yurgan do'stlar, hamma tanishlaringiz bu dunyoni tark etadi, ya'niki yerga qo'yiladi. Alloh sharofati bilan. Va sizni faqatgina farzandlaringiz eslab yodga olishadi va 2226-yil nima bo'ladi deganda, ya'ni 200 yil o'tgandan keyin hozirgi vaqt men ko'rib turgan oralaringda sizni faqatgina rasmlarda yoki sizni nevaralaringiz, ya'ni evaralaringiz eslab onda sonda eslab xotira qilib sizni ko'rgan kelishadi qabringizga. 300 yil vaqt o'tgandan keyin sizni nafaqat o'zingiz borligingiz yoki bu dunyoda yashaganingiz, даже sizni ismingiz ham hammani esdan chiqa boshlaydi. Va o'sha vaqt agar 100 yil, 200 yil vaqt kam bo'lgan bo'lsa, 300 yildan keyin bu degani 2326-yil yer yuzida sizni borligingiz yoki siz qilgan ishlar odamlarni butkul esdan chiqadi va sizni hozir qilayotgan ishingiz 300 yildan keyin umuman muhim bo'lmay qoladi. Hech narsaga ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Va bilasizlarmi, eng qizig'i nima? Eng qizig'i что biz hozir kimgadir yaxshilik qilib yashaganimiz yaxshilik qidirib. Bu chunki yaxshi ish, odamlarga yaxshi qilish. Lekin kimdirlarni hayotini gapirib, yo kimdirlarni orqasidan yugurib, kimdirlarga havas qilib, kimdirlarni hayotiga intilib, o'zimiz hayotimizni qurmasdan, o'zimizga kerakli yoki o'zimiz xohlagan ishlarni qilmasdan, o'zimizni niyatimizga qarab, o'zimiz maqsadimizga qarab intilmasdan, birovlarning maqsadiga intilishiga yordam berib yashaganimiz bu juda ham katta xato deb o'ylayman. Chunki bizning hayotda hozir juda ham emas, почти 99% odamlar shunday yashaydi. Shuning uchun kamginagina yolg'on hayotdan uzoqlashib, haqiqiy hayotga yaqinlashish kerak. Bu degani bu hozir yashab turgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun yashash degani bu hamma narsani tashlab o'zim xohlagan narsani qilishim kerak ekan, ota-onamga yordam bermashim kerak ekan degan narsa emas. Men yoshligimda ham ko'p o'ylardim, o'zi uchun odam yashash qanaqa bo'ladi? Yo'q. O'zingiz uchun yashash bu degani har doimgi hayotingizni davom ettiring. Lekin sizni hayotingizga kirib keladigan odamlarga sizni hayotingizni buzishga yoki sizni hayotingizga aralashishga hech qachon sharoit yaratib bermang. Qachonki sizni hayotingizga boshqa odamlar kirishni boshladimi va ular o'z hayotini yaxshilash uchun sizni o'ziga tortyaptimi, bu juda ham yomon narsa. Bu degani bu siz o'zingizni hayotingizdan yo'qolib qolasiz. Shuning uchun kamgina sizlar bilan ulashgim keldi. Lekin bilmadim, bu videoni oxirigacha ko'radiganlar bo'ladimi, yo'qmi? Lekin bu videoni bemontaj hozir qanday olgan bo'lsam, shunday qo'yishga qaror qildim, to'g'rirog'i. Xo'p. Yana nima haqida gaplashmoqchiman? Shuning uchun akalar, opalar, singillar, ko'p narsa yoshga bog'liq emas, buni anchadan beri bilganman. Ancha yoshligimdan bilaman bu narsani. Yosh kattalarni hurmat qilish kerak. Hammani hurmat qilish kerak, ne только yosh kattalarni, yosh kichiklarni ham, kattalarni ham. Shuning uchun kamginagina o'zimiz, ya'niki o'zimiz uchun yashashni men aytmadim. O'zimiz uchun yashash bu nima degani? Bu degani kamginagina ruhan
va qalban va jismonan xotirjam bo'lib kamgina vaqt o'tkazadigan joyimizga borib vaqt o'tkazish deb o'ylayman. Vaqt juda ham katta ne'mat. Men o'zim ham ideal odam emasman. Hozir shu narsa hayolimga kelganiga sizlar bilan bo'lishim keldi. Balki bu gap so'zlarim kimgadir ta'sir qilib o'z hayotini boshqa yo'lga yoki boshqacha qilishga yoki depressiyada o'tirgan, stressda o'tirgan, nimadir o'xshamayapman deb o'tirgan odamlar uchun dalda bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qachon yomon xayolga bormanglar va sizda nimadir o'xshamaydigan bo'lsa, bu degani hayot to'xtab qoladi degani emas. Faqat oldinga harakat qilinglar. Yaxshilik, yaxshi yashash va hech qachon moddiy narsalarga ko'ngil berib qo'ymanglar. Eng yomon narsa shu narsa. Ma'naviy va ruhiy narsaga ko'proq e'tibor berishni boshlaylar. Agar sizlar ruhan, qalban toza bo'lsalaring va sog'lom bo'lsalaring, jismoniy sog'lik o'zi keladi. Chunki ko'p joyda, ko'p kitobda, ko'p odamlar, ko'p olimlar aytgan bu narsani. Shuning uchun o'zlaring ehtiyot qilinglar, o'zlaringga e'tibor beringlar. Hech qachon sizlar yiqilgan holatlaringda boshqa yiqilgan insonni qo'lidan ko'tarib turg'izib qo'yolmaysizlar. Avval o'zlaring turishlaring kerak va keyin birovlarga yordam berishlaring kerak. Bu narsani menga bir zo'r odam aytgan. Men chunki ota-onamga yordam beraman deb o'qib yurgan vaqtim, pul ishlayman deb yurgandim, o'qishimni tashlab. Menga zo'r odam aytgandi, tanishim, hech qachon o'zing yiqilib turgan, hali o'rnidan tura olmagan payting, sen o'z ota-onangni oyoqqa turg'izmoqchisan. Qanday o'zing hali oyoqqa turmasdan turib, boshqalarni oyoqqa turg'izishing mumkin? Shu bu yiqilgan joyingdan tikka turmasdan birov qo'lidan tutmoqchisan. Shuning uchun avval o'zingni tiklab, keyin ularni o'ylashing mumkin. Shuning uchun akalar, hozir men o'zim yosh tengdoshlarim, masalan 23 yoshdaman, tengdoshlarim ko'radigan bo'lsa, hozir sizlarda nimadir yetmayaptimi? Sizlar hali o'zlaringizni tiklanmaysizlarmi? Sizlar o'zlaringizni ta'minlolmaysizlarmi? Bu degani ta'minlash kerak emas degani emas ota-onani. Bu degani berish kerak hamma narsani. Ne только ota-onani, opa, singil, aka, uka, hammani. Hamma yaqinlaring, sizlarni yordamlaringga muhtoj odamlarga berish kerak. Lekin agar o'zlaringga kerak bo'lib turgan paytda sizlar yana kimdirgadir bermoqchi bo'lsalaring, bu deganlaring o'zlaring yomonlik qilib qo'yapsizlar-da. Sizlar ne только birovga, o'zlaring yomonlik qilib qo'yasizlar. Agar o'zlaringiz ustlaringda ishlab, o'zlaringning hayotlaringizni zo'r qilib, keyinchalik birovlarga yordam berishni boshlasangiz, bu boshqacha bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha bizni yaqinlarimiz hech qachon bizga yomonlik tilamaydi va bizni yomon yashashimizni xohlamaydi. Men o'ylashim bo'yicha 2026-yilga kelib bizni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatda yashaydigan O'zbekiston xalqi, o'zbeklar juda ham rivojlanish emas, juda ham boshqacha hayotga urg'u berishni boshladi. Bu degani orzular orqasidan yugurish, orzular. Aslida orzu nimaligini tushunib yetish kerak avval. Nima xohlaydiganingizni bu hayotda. Ko'p kishi orzu nimaligini bilmaydi ekan. Men o'zim ham yaxshi bilmayman, lekin pichib o'qib kamgina tushundim. Orzu degan narsa bilmadim endi kimga qanday. Xo'p, agar pulga yoki moddiy tarafdan agar orzu qiladigan bo'lsalaring, bu hamma narsa bu erishsa bo'ladigan narsa. Shuning uchun xo'p, pul masalasiga keladigan bo'lsalaring, bu narsani orzu qilmasalaring ham bo'ladi.